planshetimizni rangini qaranglar. 3 xil rangidan keyin S25 Ultra kameralarini qaranglar. Hozir bitta to'liq obzorni qilib beramiz. Ko'pchilik so'rashgan ekan. Xo'p, mana qaranglar. O'zida Play marketlari hamma narsasi bor. Ikkita sim karta o'qiydi, keyin Wi-Fi da ham ishlatsanglar bo'ladi. O'zini komplektda chiqadigan narsalar mana shunaqa chexollari chiqadi. 360 ta himoya qiladigan chexollari, kameralari ochib turadi. Bemalol qo'yib turib, mana bunaqa qilib podstavkalar bilan ishlatsanglar ham bo'ladi. Keyin yana bunaqa mishkasi ham chiqadi. Ingichka klaviaturalar ham chiqadi. Ko'pchilik mana shu narsalar ichidan yozishgan ekan. Hamma narsasi ichida chiqadi. Bu yerda o'zini naushniklari, zaryadkalar komplektda chiqadi. Sensor boshqarish uchun ruchkasi. Keyin ekranda hozir laminati bor. Undan tashqari komplektda yana bitta laminat chiqadi. Bemalol ekranga laminatlarni qo'yib ham ishlatsanglar bo'ladi. Keyin planshetimizni bemalol Play marketlardan, Instagram, Telegramdan ustunovka qilib turib, o'yinlarni ham yozsanglar bo'ladi. PUBG'larni ham ko'taradi. Yana bir keyingi videolarda yozib, netchani ko'pchilik so'ragan narsalarni nastroykalaridan tekshirib ko'ramiz. Kerak bo'lsa bemalol zakaz qilasizlar. Ranglarni hozir ko'rsatib o'taman. Buni rangi qorasi bor, keyin bu yoqda gold rang